Texnoxabar yana efirda. ChatGPT endilikda tibbiyotni yanada insoniylashtiradi. Bunga nima deysiz? ChatGPT tibbiyotni yanada insonlashtirishi mumkin. ChatGPT kabi sun'iy intellekt tizimlari bir paytlar shifokor tomonidan bajarilgan funksiyalarni o'z zimmasiga oladi. Ular tibbiy jihatdan ko'proq malakali bo'lgani uchun emas, balki vaqt, byurokratiya yoki charchoq bilan cheklanmagani uchun yaxshidir. Ma'lumotlarga ko'ra, sog'liqni saqlashda sun'iy intellekt shu paytgacha birinchi navbatda samaradorlikni oshirish vositasi, diagnostikani qo'llab-quvvatlash, hujjatlar aylanishini avtomatlashtirish va ma'lumotlarni tahlil qilish vositasi sifatida qo'llanib kelingan. Ammo mutaxassislarning fikricha, uning eng muhim ustunligi boshqa joyda bo'lishi mumkin. Odamlar bilan muloqotdadir. Mutaxassislarning fikricha, bunday ilovalar tibbiy ta'limda tobora ommalashib borishi mumkin. Azizlar, IT olamidagi eng so'nggi qiziqarli yangiliklarni Texnoxabarda kuzatib boring. Salomat bo'ling.